Assalomu alaykum Abrorali kanalining ashaddiy muxlislari, bizni kuzatib boruvchi obunachilar, chorvadorlar, mana bunday buqani ishqibozlari. Bitta like bosib tursalaringiz sizlar uchun cho'tki narxda buqachalarimiz kelgan. Bu yerda 25 atrofida buqalarimiz bor. Bilol akamning mol firmalariga kelganmiz. Bugungi sanamiz 13-noyabr hafta kuniga payshanba kuni hammalarga xayrli va barakali bo'lsin. Orada uzilish bo'ldi, xafa bo'lmaysizlar, o'shaning uchun yana sizlar uchun xizmatda bo'lamiz. Xudo xolasa like bosib, do'sti birodarlar yuborib tursalaring, sizlar uchun chiroyli qilib bonus narxda narxlarni qo'yib beramiz akalar. Biz Bilol akamning mol firmalariga kelganmiz. Bular yemoq-ichmoqlari, dastlabki xizmatlarini, qanaqa kasalliklari bor, akamizning o'zlaridan to'liq qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Bu tarafda akamizning o'zlari. Aka, assalomu alaykum. Siz obunachilar, assalomu alaykum. Xudo xolasa Yangi partiyalar keldi. Xudo xolasa zo'rlaridan keyin. Like'lar bosib qo'llab-quvvatlab tursin. Shunaqa zo'rlaridan chiqarib turamiz. Bo'ldi, akalar, bir qator ko'raveramiz. Bu yerda 25 atrofida buqalarimiz bor. Xolosa go'zallari bor. 7 sinovdan o'tdi. Yana bir hafta garantiyasini beramiz. Albatta, yemoq-ichmoqlariga Silos bilan pahol deb turibdi. Silos bilan bahol deb turibdi. Borganda doktorlar bilan qabul qilib olishveradi, xudo xolasa. Bo'ldi, akalar. Xudo xolasa sog'lom mol olib kelganlar, o'zlari pullarga sotib olib, chiroyli qilib sog'lom mol sotadilar. Mana ko'shanib turibdi, akalar, qarang. Buni aka nechtasini bitta qo'yamiz aka? Beşikdan ketaveramiz. Mana shu ikkitasini ikki qo'yib beramiz. Mana ikkita kattasini qo'yamiz aka, qarang. Yelkalar. Xudo xolasa zo'r akalar, qarang. Orqa holatlari ham, stoykasi ham zo'r. Turib berishini qarang mana. Bo'ylari 1.15 pilis. 1.15 pilis bo'ylari. Ikkalasini ham shunaqa chiqadi aka? Ha. Bunisi 1.15. Bunisi 1.15. Narigisi pilis 1.15. Oyoqlarni baquvvatligini ko'ring aka. Yemga tayyor variantlarga. Xudo xolasa hali yosh buzoq. Ozgina yetalasa o'ta katta bo'lib ketadi. Bo'yin holatlari ham, oyoq holatlari ham baquvvatligi zo'r ham, rosa kelgan. Bu molni maqtag'animiz bilan narxidagi 1.15 pilusga 1.15 ikkalasi. 15. Xo'p. Yakka qo'yib beramiz. Mana busini olishsa 17 million 8 ga ketaveradi. 17 million 8 ga. 17 million 8 ga. Aka, hali tortishmaymiz. Chiroyli qilib o'zingiz sayr kamini qilib qo'yaverasiz. 17,5 berishsa, 17,5. Like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab tursin. Kanalga obuna bo'ling. Xudo xolasa barakatli akalar. Qarang. 17,5 ga ketaveradi. Bunisi 17 ga ketaveradi. Bunisi 17 ga. Ha. Buni ham bo'yi past emas akalar. Yo'q, bu 1.15 bu ham. Prosta ikkini o'zi ko'rinib turgan bo'lsa kerak, farqi bor. Ozgina. Xiyol, unaqa katta raznica emas. Telefon qilsa, xudo xolasa ishlaymiz. Xolasa chiroyli qilib ketaveradi. 17,5 ga 17 bo'ldi aka. Ha. 3tasini bitta qo'yib beramiz. 3tasi birda. Ha, ola. Akalar, like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib turasizlar, qimmat yoki arzonligini. Va xolasa o'shanga qarab, qanaqa buqalarni xohlayapsizlar chiqarishni, o'shanga qarab chiqaraveramiz akalar, qarang. Birinchisi. 3tasi birda. Ha. Hammasi o'zgacha narsalar akalar. Shved qaram. Shvedimiz ikkinchisi. Bu ham o'ta bo'ladigan narsa. Buni bo'ylari necha aka? 1.10 dan. 1.10 dan cho'lasi. Mana bu olamiz. Mana olsak ham bo'ylari bor ekan akalar. 1.10 dan 3tasini hop bir yerga olsa 15,5 naqada o'tirmaymiz. Bo'ladigan qilib ketaveramiz keng. Bo'ladigan. 14 million 8 dan berishsin, yana gamini qilib beraman. Gap yo'q akalar, mana qarang. Yana gami bor, telefon qilsalaring bu savdo uchun qo'yilyapti akalar. Like bosib, kanalga obuna bo'lib tursa, xudo xolasa zo'rlaridan chiqaveradi. Gap yo'q aka. Endi mana shu yerda 5 tasini bitta qo'yib beramiz. 5 tasi birda mana. Hop, 1.10 bo'ylari. Bularda 1.10 ekan, ikkinchisiga olib qaytgan, uchinchisiga mana qoramiz ekan. 4, 5. Mana tugaydi 5-inchisi akalar mana. 5 tasi birda. Buni bo'ylari necha aka? Hop, 1.5 dan 1.10 gacha olishsin. 1.5 dan 1.10 gacha. Ha, birinchisi. Ha, birinchisi. Ha, olamiz ikkinchisi. Ikkinchisiga olamiz, ketaveradi. Qoramiz uchinchisi. Qora 3. Shvetimiz 4. Shvetan cho'tkinasi ekan. Targ'il 5. Targ'il. Mana shu bitta iPhone o'xshaydi. Ha, bitta mashina bo'yi pakanarog'i, lekin sorti yaxshi bo'ladi. Oyoqlari. Ozgina yem bersangiz, lekin o'ta baquvvat narsa bo'ladi ekan. Bularni ham oldi qochib o'tirmaymiz. Xo'p. 5 tasini bir yerga olishsa, aha.
Qarabki holatlari zo'r akalar. Xudo xolasa bittasi. Narxlar yengil bo'ladi aka. Bu Buni 5 5tasini qancha deymiz aka? Okey. 14 million 700 dan berishsa, 14 yana million yana kamini qilib beraman, telefon qilsa. Barakasiniz. Aka tanlab olishga qanchadan ketadi? Endi aytib qo'ygan yaxshi-da. Yana 5 ta 14 million 700 dan tanlab olasiz. Aha. Hop, optimal olsa chiroylab kamini qilib beraman. Gap yo'q aka. Buni aka dasturkasini qayerga qilamiz? Mana shu 5 tasini olsa Samarqandgacha besplatni yetib boradi. Samarqandgacha besplatni. Samarqandgacha ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi, faqat kelishilgan holatda. Dastlabkamiz bor, O'zbekiston Akalar bo'ylab. telefon qilib chiroyli muomala qilsalaring, bundan da arzon bo'ladi narxlar. Xo'p, endi mana shunga 4 tasini bitta qo'yib beramiz. 4 tasi bir. Xo'p, bo'ylari 1.5 ekan. 4 tasi bir. Bo'ylari boshtamasi bir qilagan. 1.5 dan. Hop, birinchisi. Birinchisi. Mana ikkinchisi. Mana bu uchinchisi. Bu to'rtinchisi. Oq quloq, oq tumshuq. Ha. Og'iz burun holatlari ideal turibdi, hech qanday kasalliklari yo'q mana. Ya, xudo xolasa aytibman, borganda doktorlar. Aka bir haftaga garantiya beramiz a? Ha, bir hafta garantiya. Shopir qarab turadi, kirib hasha-pasha so'z yegizib bemalol sinab olishaveradi. Bo'ldi aka. Hop, 4 tasi 1 yilga bo'lsa 12 million 800 dan ketaveradi. 12 million 800. 12 million 800 dan ketaveradi. Qayerga qilamiz? Ha, telefon qilsa ishlarni bitiramiz. Aha, barigasini bersa akalar. Buni tanlab olishga qancha qilamiz? O'sha narxdan ketaveramiz tanlab olishga? Tanlab olishga ham ketaveradi o'sha narxdan. Optimaga bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib beradi. Akalar, ko'p olsalaring dona olganga nisbatan arzon bo'ladi, ancha arzon bo'ladi. O'shancha pulingiz bo'lsa, hayvon olganingiz yaxshi. Qishi bilan 4-5 oy yetalasangiz, Xudo xolasa bahorga chiqib chiroyli pul bo'lib qoladi-da akalar. vahsh katta bo'lib ketadi. Endi mana shunda 2 taxani qo'yib beramiz. Ayt bo'lganjon, qarang. Xo'p, bo'ylari Bo'ylari Kerak 95 ko'rib ta. turgan bo'lsangiz, bizdan like bosib, obuna tugmalarini bosib turamiz. Kanalimizda rivoj uchun ozgina bo'lsa ham hissalaring qo'shgan bo'lasizlar. Bu bo'ylarni ichiga ega. Xolasa obuna bo'lib, hali qo'yib qo'ysin, zo'rlaridan kelib turadi. Birinchilardan bo'lib yetib boradi. Albatta aka. Bo'ylari 95 ta. Bo'ylari 95 ta, ha? Ikkalasi bir yerga bo'lsa 10.5 dan ketaveradi. 10.5 dan. 10.5 dan. Telefon qilishadi, yana kelishtirib beraman. Barakasini bersa akalar, 10.5 dan kim buqa beradi, qarang. 95 bo'ylar. Bir hashaki buqa emas bular. Endi menda bitta Bizdan zo'ray. kichkintoy pul yengili bor. Bo'ylari 90 piylis. Bo'ylari 90 piylis. Narxi ham o'ta yengil ular. Bu ajratib qo'yilmagan, prosta. Arg'amchiga Ha, tushmagan. arg'amchiga chiqmagan, o'shanga Hozir qo'yib bersam ketadi, mingda. qo'yib turibdi akalar. Xo'p. Buni Buni o'zi bo'lsa, chiroyli qilib qo'yib beramiz aka. narxi o'ta yengil ular. Qancha qilamiz aka? 9.5 ga uylarga yetib boradi. 9.5 ga yetib boradi. 9 million 500 ga uylarga yetib kiradi. Barakasini bersa akalar. Narxlar xudo xolasa zo'r. Bittadan like bosib, obuna tugmalarni bosib, do'sti birodarlarga yuborib turasizlar. Musofirdagi do'stlarimiz qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozir buqa olmasligimiz mumkin. Qachondir lekin oladigan pulingiz bo'lib qolganda oladigan bo'lsangiz, kanalimiz manfaatli bo'ladi akalar. Biz manzilda aytmagan bo'lsak, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha arzonchilar qishlog'i, Qatog'ondamiz, Bilol akamning mol firmalarida. Pastda raqamni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, baraka qilsalaring bo'ladi. Chiroyli qilib bu narxlar savdo uchun qo'ydik. Haqiqatga yaqinroq bo'lish uchun, o'shaning uchun telefon qilsalaring, bundan da xayr kamlari bo'ladi akalar. Like bosib, do'sti birodarlar yuborasizlar. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.